Olib qolgan koboltimizni programmadan ko'chirib, endi programma yasash jarayoni. Xo'p, mana shu programmaning ichi chip tuning bo'ladi. Ozgina tushuncha bermoqchiman, chunki ko'pchilik metandan propanga o'tsa, endi bizda borda shunaqa akalarimiz bor. Metan deb yuraveradi, qilishing shart emas, gapiraveradi deydi, lekin qaranglar. Mana shu mashina oldin metan bo'lgan, hozir metanning programmasi turibdi. Mana bu metanga zajigani qo'yilgan mana. Zajigani qaranglar, qanaqa rangli qilingan. Mana u pastdagisi shu zavодской stok holatdagisi. Bunisi shu ugol zajigani metanga rangli qilingan. Tablitsa bo'yicha ham parametrini ko'rsataman, necha gradus. Qaranglar. O'zi yozib qo'ygan mana shu yerda цикловой расход воздуха. Shu холостойda mana shu yerdan to mana shugacha холостойda turadi mashina. Холостойga 14 gradus bergan, ito bu ham mashina zo'r qilib ishlaydi. Shu klapalarni ko'pga bog'lamaydi, qayirib tashaveradi. Bu tarafga 14 gradus bergan, yana yurish xodiga, xo'p, buni qo'ysa bo'ladi. Ito buni ham normasi o'zi 8, shunaqa 10, 12 gacha. O'sha bu ito me'yordan ko'proq. Xullas, parapanga bu vaqti to'g'ri kelmaydi, mashina siltalab tashlaydi. Xullas, mashinaga metandan parapanga o'tkazgan paytingizda olib kelsalar, akalar, xudo xolasa ishlarni gрамотный programmalar bilan yasab qilib beramiz. Programmani imini bizga olib kelinglar demaymiz. Bizdan ham kuchli ustalar bor. Shu o'zini ishini tushunib qilayotgan ustalar buni imini mana shu ko'rsatgan narsani juda yaxshi biladi. Xullas, metanga parapandiga tushmaydi, parapandik metanga to'g'ri kelmaydi. Xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol olib kelaverasizlar, ishlarni chiroyli holatda o'tkazib beramiz. Birato'la ограничениyaсын yechib beramiz.